Ustalanishini ancha oson, yengil va sifatli bo'lishiga yordam beruvchi bu qurilma haqida batafsil bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Professional ustalar uchun Germaniyani Rottenberger brendi ostida ishlab chiqarilgan press apparat. Kelinglar endi buning ichida nimalar borligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, ichida demak asosiy birinchi ko'radigan narsamiz sochig'i va o'zini 30 ga yaqin tilda yozilgan kitobi. Endi qolgan narsalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda birinchi o'rinda asosiy press apparatimiz. Press apparatimizning afzalliklari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, press kuchi 34 kN ga teng va bu degani har bir press yuqori bosimga bardosh bera oladi degani. Endi buni bosh qismiga to'xtaladigan bo'lsak, ko'rayotgan bo'lsanglar, bu 270 darajada, ya'ni gradusga bemalol aylana oladi va shu tufayli ingichka tor joylarda ham turli xil qiyinchiliksiz, osonlik, yengillik bilan ishlash imkoniyatini beradi. Endi buni klishyelarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda bizda 4 xil diametrdagi klishyelar bor. Ya'ni eng kichkinasi 16 diametrdan boshlanadi va eng kattasi bizda 32 diametrda tashkil qiladi. Va bundan tashqari bu yerda bizda press apparatimiz uchun kerak bo'ladigan asosiy narsasi, ya'ni akkumulyatori 18 voltga teng bo'ladi va bundan tashqari bu yerda bizda akkumulyatorni quvvatlovchi uskuna. Akkumulyatorimizni bitta 100% quvvatlab olganimizdan keyin biza o'rtacha 200 ga yaqin quvurlarni bemalol bir-biriga presslasak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Rottenberger Romex Storming tezlik, xavfsizlik va aniqlikni birlashtirib turuvchi uskuna hisoblanadi. O'rtoqlar, endilikda bu press apparat Klimadensda sotuvda mavjud. Narxlari va qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun bizga albatta murojaat qilinglar. Videoni esa shunaqa sifatli press apparatlarni qidirayotgan usta tanishlarga yuborib qo'yinglar.